Assalomu alaykum Asaka Penamilo guruh a'zolari. Mana Xudo xolasa keyingi obyektimiz ham o'ziga nihoyat yetkazdik. Bu obyektimiz Asaka Mirzavodda bo'lyapti. Ve jami kvadratı 80 kvadrat bo'lib chiqdi. Xudo xolasa birinchi sulovlari bo'ldi mana. Shularimiz bitti. Bu yerlarimizga 2-3 ursak inshaalloh yana a'lo, go'zal, baquvvat bo'lib chiqadi. Mana akamizni ishlarni qilib beryapmiz. Aka qalay? Yaxshi, zo'r. Yaxshimi? Zo'rmi Xudo xolasa? Yaxshi qilyapti. Ko'ngilli. Akamiz ham boshida qanaqa bo'ladi deb, baribir yangilik narsa, yangi. Bilganlar, biladi, bilmaganlar bilmaydi baribir. So'radi mana aka, Xudo xolasa. Ustida sakrab yurasizmi, boshqa qilasizmi? Shular bo'laveradi Xudo xolasa.